Qur'on qochirilgan yanfon yoki MP3 bilan hojatxonaga kirish. Savol. Assalomu alaykum. Mayli xatlik bo'lsin yoki ovozliq bo'lsin yoki Uyg'urcha bo'lsin, Qur'oni Karim qochirilgan yanfonlar bilan hojatxonaga kirsa bo'lamdi. Ba'zilar bo'ladi, chunki bu mavhum deydi. Ba'zilar bo'lmaydi deydi. Ba'zilar shularni telefondan o'chirib etib turib kirsa bo'ladi deydi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yanfon yoki MP3 ga Qur'on kirgizsa bo'ladi. O'g'irlanib ketishdan ansirmaydigan o'rinlar, ya'ni uyi, tuqqan va do'stlarining uylarida hojatxonaga elib kirmay, sirtdagi chog'larda o'g'irlanishdan ansirgan chog'larda uni o'chirib etib hojatxonaga elib kirsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hojatxonaga kirganda uzukini elib etib kirganligi hadisda rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kumush uzukiga Allohning rasuli Muhammad deb naqsh o'ydirgan. Buningga asosan hojatxonadagi paskana joylarga Qur'on va Allohning ismi yozilgan narsalarni birga elib kirish yaxshi emas. Janobi Alloh ish shundoq. Kimki din ishlarini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir degan. Haj surasi 32-oyat. Şəriət asaslari dinga münasibətlik hər qandaq narsani paskanchilikdan saqlash va qo'g'dashni taqozo qiladi. Olimlarimizning Allohning ismi zoti yozilgan narsalarni hojatxonaga va boshqa maynat joylarga elib kirishni cheklashimi mushu jihatdandir. Ilgirki olimlarimiz Janobi Allohning ismi yoki ba'zi oyatlar yozilgan tangi tillalarni hojatxonaga birga elib kirish haqida izlangan. Tabiinlardan Hasan Basri va Said ibn Musayyab va shundaqla Imom Ahmadga o'xshash ba'zi imomlar bunga ruxsat qilgan. Davrimizdagi ba'zi olimlar Allohning ismi yozilgan qog'oz pullarni yanchiqqa solib, hojatxonaga kirsa, xat ochiq bo'lmay yo'galgan holatda bo'lsa bo'ladi deb fatvo bergan. Qopsiz Qur'on Karim bilan hojatxonaga kirishni bo'lsa, sirtda qo'ysa yo'qolib ketishdan ansirmagan normal ahvolda Hanafi va Shofiy mazhabdagi olimlar makruh degan. Maliki va Hanbali olimlar harom deb qaragan. Bular qopsiz yoki yo'galgan yoki sirtda qo'ysa o'g'ri elib ketadigan ahvolda uni birga hojatxonaga elib kirishga mayli degan. Imom San'ani ba'zi olimlar Qur'onni zo'rur bo'lmagan ahvolda xolaga akirish harom bo'ladi deb qaragan. Navoda yodida yo'q Allohning ismi zikr qilingan narsalarni birga elib kirib qilib, hojidagi o'ltirib bo'lgan bo'lsa, uni og'ziga yoki sallasining orasiga solib olsin deyilgan degan. Yumshoq va qattiq detallardagi shundaqla yanfon va MP3 qatorliqlarga qochirilgan ovozliq yoki suratli Qur'on Karimlar bilan hojatxonaga kirishga bo'ladi. Olimlar bo'ladi deb fatvo bermoqda. Chunki birinchidan yanfon va MP3 qatorliqlarga qochirilgan ovozliq yoki suratli Qur'on Karimlar Qur'on Karimning o'zi emas. Shunga Qur'on Karimning hukmini olmaydi. Chunki uningdagi xatlar aniq oshkora xat emas. Elektronlik soyadan iborat. Ovozmi yanfon ichiga yoshirilgan ovozdan iborat. Ikkinchidan, inson qalbida Allohning ismlari, oyatlarni yada saqlagan ahvolda xolaga kirsa bo'ladi. O'xshashla yanfon yoki boshqa narsalarning ichida saqlagan holatda kirsa bo'ladi. Uchinchidan, yanfon va MP3 qatorliqlarni sirtda qo'yib qo'ysa yo'qolib ketadi yoki unutilib qoladi. Shundaqdimi hojatxonaga kirganda Qur'on oyatlarining surati ekranda chiqib turmagan yoki quloqliqida ovozli qo'yilib turmagan holatda bo'lishi kerak. Oyat yoki Allohning ism zoti ekranda chiqib turgan taqdirdami, yanfonni qo'lida tutmay yanchiqqa silib kirsa, boshqa narsalar bilan orasiga silibsa, ko'rinib turmagandan keyin mayli bo'ladi. Albatta, sirtda qo'yib qo'ysa, o'g'ridan yoki unutib qolishdan ansirmaydigan ahvollarda sirtda qo'yib kirgani afzal. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 7-numurliq fatvo.